Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu video ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. O'zbekistonda bir guruh yigitlar tomonidan insonparvarlik namunasi bo'lgan voqea sodir bo'ldi. Ular adirlikka dam olishga chiqqan paytda qimirlayotgan qopni payqab qolishdi. Avvaliga ichida nima borligini bilmay biroz ikkilanishdi. Biroq qiziqish ustun kelib, qopni ochishga qaror qilishdi. Qop ichida esa bir nechta arqon bilan qattiq bog'lab qo'yilgan it borligi ma'lum bo'ldi. Aniqlanishicha, kimdir hayvondan shu tarzda qutulmoqchi bo'lgan. Eng muhimi, yigitlar befarq o'tib ketishmadi. Itni ehtiyotkorlik bilan chiqarib, uning bo'langan arqonlarini echib tashlashdi. Shu bilan birga hayvonga mehribonlik ko'rsatib, unga yegulik berishdi. Ushbu voqea ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Yigitlarning bu harakati ko'pchilikning tahsiniga sazovor bo'ldi. Nimadi bu? Kuchukmi? Uyga olib ketamiz. Xatikomi, Salman? Xatiko, ha, xatiko. To'xta, anamlar, haqiqatdan. Qanday bir ifloslar bor, qanday bir kuchuk sifat odamlar bor, xaltaga solib ham ketadilarmi, Salim? Lekin bak, Salim, kuchukni yaxshi ko'rak, Salim. Qanday bu yoqdan keldik, Xudo to'g'irlaganda. Onasi bilan Ramajoga changini qilding bu. Ketmading, tamam. U inson buni ish qilmaydi. Kim ana shuni ko'r, ish nima, banda sevmayman.